Assalamu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Tarixdan biz faqat ibrat olmadik. Tarix takrorlanayotidi. Tarixga nazar solsangiz, vatanning ichidagi nima ko'rib boqayli. Tarixdagilar oqida qolgan dedik. Tarixdagilar xoinlik qildi dedik. Ular nima bo'lsin bayroqni, mustaqillikni e'lon qilib yiqibdiga, davlat qurib yiqibdiga. Lekin biz nima ish qildik? Biz ashlarni g'ajidik, qaqshidik, lekin da'vo yanada Xitoyning qo'lida. Da'vo yanada xoinning qo'lida. Biz ashu eliqi Xitoy yetishtirib bergan mollamlarning qo'lida, jamoatning kontrolligida yashayapmiz. Hech qanday ilgirlash bo'lmadi. Turkiyadagi onalarga qarab ko'nglim shundoq yerim bo'ldi. Hem buluvatıdı. Bazen sunu qo'llar, eliq yig'layotgan chiroylar, eliq rasmlar ichimni etishtirdi. Oldingizga chiqing desam chiqolmaymiz deydi. Yana shu jidalni, yana uningdan eg'ir zulm tortishimiz mumkin deb. Ma oldiga chiqqan qizlarni aramini qo'yinglar. Eliq topdiki jela, eliq ayol jela, shela jim o'ltiringlar. Aramını buzmanglar. Men ayol kishininki ayol kishiga yon bosidi deb o'ylaydi ekanman. Unda emasga sizlarning dilinglar, qalbinglar qop-qora bo'lib ketgan bir top JSHlar shu Turkiyada Uyg'ur jamoatini kontrol qilib yashab etibdi. Uyg'urning bütün da'vo, Uyg'ur jamoati xoinning qo'lida changilda. Kallangizni ishiltib baqsangiz taqobil tura olaysiz. Bu dunyoga hammamiz haq huquqimiz bilan tug'ilgan. Siz nima uchun o'zingizni qo'g'dayolmaysiz? Nima uchun haqqa bo'ysunisiz? O'ylab beqing. Aqlimizni biroz ishiltib baqsak, ba'zan narsalardan javob topa olamiz. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Zulmni o'ziga sanmaydi. O'ylab beqinglar. Çataldagi Uyg'urlarda hech qanday o'zgarish bo'lmabdi. Vatandagimi battarga dedim men. Uyg'ur jamoatining ichi. Turkiyadagi mush onalarning zaridan o'ttag'ilmaydi, ha? Tayoqchi erlarni qo'llaydi. Xitoy mollalarini Xitoylar qo'llaydi. Qolganini o'zinglar yaxshi o'ylab beqinglar. Rahmat sizlarga.